Biz yangi mavsumni boshladik. Endilikda Gruziya davlatiga hosil mineral o'g'itlarini ishlab chiqarmoqdamiz. Ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Mahsulot haqida batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Hosil markali NK1057 mahsulotimiz ushbu ko'rinishda bo'ladi, kukun holida. Ushbu mahsulotimiz tarkibida 1% azot, 57% kaliyni mujassam etadi. Kaliyning yuqori konsentratsiyasi bog'dorchilikda, sabzavotchilikda va paxta g'allachilikda issiqxonalarda juda qo'l keladi. Sababi ushbu mahsulotimiz tarkibidagi kaliy suvni boshqaradi. Tarkibidagi azot esa mahsulotlarni yetkazishda transport vazifasini bajaradi. Suvda 100% eriydigan ushbu mahsulotimizni tomchilash, sug'orish orqali gektar hisobiga 25 kilogramdan tavsiya etiladi. Barg orqali esa 2 kilogramdan tavsiya etiladi. Mahsulotning tarkibidagi kaliyning yuqori konsentratsiyasi sababli xorijlik hamkorlarimiz ham ushbu mahsulotga qiziqish bildirmoqda va hozirgi kunda Gruziya davlatiga eksport qilmoqdamiz.